Şəriətdəki qurbanlıq əhkamları. Abdori Dr. Abdulaziz Rahmetullah. Qurbanlıq malda qandaq şərtlər tepilishi kerak? Birinchi. Ko'pchilik olimlarning qarshida qurbanlıq qilinadigan mal, qo'y, kala va to'ga qatorliq uy hayvonlari bo'lgan chorva mollardan biri bo'lishi kerak. Buningda olimlar ittifoq desakmi bo'ladi. Chunki Imom Ibn Rushd, Imom Qurtubi, Imom Navaviy va Imom San'ani qatorliq olimlar bu vaqtda boshqacha qarash yo'qligini bayon qilgan. Haq Taolo aytadi: İnsanlar arasida hajga chaqirib jakarlaganki, ular katta manfaatlarni qo'lga keltirishi va ma'lum kunlarda Alloh ularga rizq qilib bergan chorva mollarni Allohning ismini aytib qurbonlik qilish uchun piyoda va urug' tugular bilan yiroq yo'llarni besib kelsin. Haj surasi 27-28 oyatlar. Biz har bir ummatga ularga rizq qilib bergan chorva mollarni Allohning ismini aytib bo'g'izlash uchun qurbonlik qilishni belgiladik. Chunki ilohinglar bir ilohdir. Shunga uninga bo'ysuninglar. Haj surasi 34-oyat. Ondan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chorva mollardan boshqani qurbonlik qilib boqmagan. Sahoba kiramlarning birarsidanmi chorva mollardan boshqa bir narsani qurbonlik qilganligi sahih yo'l bilan kelmagan bo'lg'achqa, qurbonlik qo'y, kala va tugi qatorliq chorva mollardan biri bo'lishi shart. Shunga bu mollarning yavlarni qurbonlik qilishga bo'lmaydi. Nima uchun yavoyi hayvonlar qurbonlikqa yaramaydi? Buni mundaq izohlash mumkin. Qurbonlik qilish hayvonni bo'g'izlashga aloqador bir ibodat bo'lg'achqa, bu albatta go'shini yegili bo'ladigan, uy va etiz ariqlarda turli shaklda foydalanilib bo'ladigan chorva mollarga xos qilingan. Shundaq bo'lgandila, qurbonlik eng yaxshi shaklda ifodalandi. Odatda yava hayvonlarni beqishga chiqim ketmaydi va uningdan uy hayvonlarida ko'p taraflama foydalanilib bo'lmaydi. Imom Sarxasi aytadi: Qurbonlikqa va vojib bo'lgan qonga yavi kala, qo'lan, tag'il at va bug'i marallar yaramaydi. Chunki qurbonlik qilishning ibodatligi shariat orqali bilingan. Shariat bo'lsa uni uyda beqiladigan chorva mollaridan qilishni ko'rsatgan. Yana shuni qo'shib qo'yishga bo'ladiki, yavi molning qanini eqitish Allohga yaqin qiladigan ishlardan emas. Allohga yaqin qiladigan ishlardan bo'lmasa, ibodat ado bo'lmaydi. Imom Kasaniymi aytadi: Yavi hayvonlardan hech biri qurbonlikqa yaramaydi. Chunki qurbonlikning vojibligi shariat bilan bilingan. Shariat bo'lsa faqat uyda beqiladigan chorva mollarni qurbonlik qilishga buyurgan. O'chki bilan qo'yning barliq turlari qo'y turiga kiradi. To'gining qo'shluqliq va takluqliqlarimi o'xshashla to'gi turiga kiradi. Suv kalasi bilan qotazma kala turiga kiradi. Qur'on Karimdagi kala degan ma'nodagi baqara so'zi arabchada odatdagi kalanimi, suv kalasinimi, qotaznimi o'z ichiga oladi degan tilshunoslar ko'p. Qur'on Karimda qo'y bilan o'chkini ayirib tilga olgandek, kala bilan suv kalasini va qotazni ayirmagan. Ayirmasligi balkim suv kalasi bilan qotazning ayni chaqda arab zaminida tepilmasligidan bo'lishi mumkin. Suv kalasi bilan qotazni kala turiga kirmaydi degan taqdirdami, qiyos jihatdan bular o'xshash. Shunga fiqhshunos olimlarmi zakot va boshqa turli hukmlarni bekitishda suv kalasini odatdagi kala qatorida ko'rgan va hammani bir tur deb qaragan. Buningga asosan suv kalasi bilan qotaznimi qurbonlik qilishga bo'ladi. To'ga odatdagi kala, qo'y, o'chkilar yashayolmaydigan sovuq joylarda qotazni qurbonlik qilmaymi bo'lmaydi. Imom Navaviy aytadi: Qurbonlikda ado bo'ladigan molning sharti to'ga, kala va qo'y qatorliq uy hayvonlari bo'lgan chorva mollardan bo'lishidir. Buningda to'gining takluqliq yoki qo'shluqliq barliq turlari, kalaning suv kalasi va boshqa barliq turlari va qo'y o'chkilarining jami turlari o'xshash. Chorva mollardan boshqa yavi kala, yavi eshak, bo'g'a maral va shuningga o'xshagan hayvonlar qurbonlikqa yaramaydi. Buningda ixtilof yo'qdir. Bularning hammasida erkaki bilan tishisi o'xshash. Agar qurbonlik mol uy moli bilan yavi moldan turalgan bo'lsa, Hanafi mazhabida anasiga qarab bir taraf qilinadi. Anasi uy hayvoni bo'lsa qurbonlik yaraydi, yavi bo'lsa yaramaydi. Shafi'i mazhabida bu turlik mol anasi uy hayvoni bo'lgan taqdirda qurbonlikqa yaramaydi. Imom Navaviy bo'g'a maral bilan qo'ydan shalg'utlashtirilganimi qurbonlikqa yaramaydi, chunki u chorva mollardan emas degan. Bilal roziyallohu anhudan to'qini qurbonlik qilsa bo'ladi degandek rivoyatlar kelgan bo'lsa-mu, bu rivoyatlar sahih emas. Buni sahih emasligini Imom Ibn Abdulbar qatorliqlar ta'kidlagan. Yana ba'zilar bundaq rivoyatlarni qurbonlik vojib emas deyishda mubolag'a qilish deb tushungan. Ikkinchi, qurbonlik mol belgilangan yoshga to'shqan bo'lishi kerak. Ko'pchilik olimlar asosan qo'y 6 oylikdan cho'ng bo'lishi, o'chka 1 yilni to'ldirib bo'lgan bo'lishi, kala 2 yilni to'ldirib bo'lgan bo'lishi, to'ga 5 yilni to'ldirib bo'lgan bo'lishi kerak deb bekitgan.
Bularning ba'zilari bu yillarni belgilashda sal boshqacha qarashda bo'lishi mumkin. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu so'zlab berdiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Qurbon hayit kuni namozdan keyin bizga xutba so'zlab, kimki namozni biz o'qigandek o'qib, qurbonlik qilganda qilsa, qurbonlik to'g'ri bo'ladi. Kimki hayit namozidan ilgari qurbonlik qilgan bo'lsa, u hayit namozidan ilgari qurbonlik qilgan bo'ladi-da, uning qurbonligi hisob bo'lmaydi deganda, Bara'ning tag'asi Abu Burda: "Ey Rasululloh, men bu kunni yeb ichish kuni deb bilib, uyimda so'yilgan qo'yning tunji so'yilgan qo'y bo'lishini yoqtirib, qo'yimni so'yib namozga kelishdan burun uning go'shida nashta qilibdiman" dedi Rasululloh. "Sening qo'ying qurbonlik bo'lmasdan go'sh bo'pti" dedi. Abu Burda: "Ey Rasululloh, bizning yillamagan bir o'g'liqimiz bor. U men uchun 2 qo'ydanmi suyumlikroq. Shuni qurbonlik qilsam mendan ado bo'lamdi" degan edi Rasululloh. "Ha, ado bo'ladi, lekin sendan keyin hech kimga hisob bo'lmaydi" dedi. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarga qurbonlik mollarini taqsim qilib bergan edi. Menga 1 yoshlik bir tishi o'g'loq qoldi. Men: "Ey Rasululloh, menga 1 yoshlik bir tishi o'g'loq qoldi" desam, Rasululloh uni qurbonlik qilgin dedi. Yuqoriqilarga asosan qurbonlikqa belgilangan, ammo yosh o'lchamiga to'shmagan mollar garchi samirtish usullari bilan beqilib, bekla samirib ketgan taqdirdami qurbonlikqa yaramaydi. 3. Qurbonlik qilinadigan mol go'shiga ta'sir ko'rsatadigan ayib nuqsonlardan xoli bo'lishi kerak. Shunga Imom Navaviy bayon qilgandek, barliq olimlarning birdek ittifoqi bilan qarg'u yoki bir ko'zi ko'rmas bo'lib qolgan to'kur, kasal, bekla uruq mol qurbonlikqa yaramaydi. Buning sababini Imom Navaviy mundaq bayon qiladi: bu ayiblarning hammasi poda bilan birga mengib, o'tlab g'izolanishga to'salg'u bo'ladigan bo'lg'achqa, to'liq g'izolanib samirishga ta'sir yetkazadi. Natijada mol uruq, go'sht kam bo'lib qoladi. Endi yuqoriqilarning har biri ustida to'xtalamiz. Ko'zdagi ayib. Ko'zi g'uvolishib qolgan molning qurbonlik yaramaydiganligida olimlar ittifoq. Undaq bo'lgan ekan, ama bo'lib qolgan mol albatta yaramaydi. Lekin ko'zi joyida ko'radigan, ko'ziga oq paydo bo'lib qolgan bo'lsa, qurbonlikqa yaraydi. Ko'zi kunduzi ko'radigan, kechasi ko'rmaydigan bo'lsa, yoki ko'zidan yosh oqib turadigan bo'lsa va yoki alg'ay bo'lsa, ba'zi olimlar qurbonlik yaraydi degan. Chunki bu ahvol go'shiga ta'sir qilmaydi. Quloqdagi ayib. Quloqining ikkisi yoki biri tug'ilishda yoki hodisada yo'q bo'lgan bo'lsa, qurbonlikqa yaramaydi. Quloqining ikkisi yoki biri kichik bo'lgan bo'lsa, qurbonlikqa yaraydi. Quloqining ikkisi yoki biri yirtilib, tilinib, titilib, uzilib ketmay sangilab qolgan yoki quloqning yarmidan oz qismi kesib o'tilgan bo'lsa yoki tushuk bo'lsa, qurbonlikqa makruhlik bilan yaraydi. Chunki bu ayiblar go'shiga ta'sir yetkazmaydi. Ko'p qismi kesib o'tilgan bo'lsa, qurbonlikqa yaramaydi. Müngizdagi ayiblar. Müngiz tug'ilishda yoki hodisada yo'q bo'lgan bo'lsa yoki sunib ketgan bo'lsa, qurbonlikqa yaraydi. Chunki müngizining yo'qligi yoki sunganligi go'shtga ta'sir yetkazmaydi yoki yeyilmaydi. Ba'zi olimlar 20 dan ortiq sungan bo'lsa yaramaydi deb qaraydi. Og'iz burundagi ayib nuqsonlar. Tishlarining hammasi yoki bir qismi sungan yoki tushib ketgan taqdirida ba'zi olimlar alab yeyalaydigan bo'lsa qurbonlikqa yaraydi. Alab yeyilmaydigan bo'lsa yaramaydi deydi. Yana ba'zilar hammasi tushib ketgan ahvolda yaramaydi deydi. Tilining butun yoki yarmidan ko'p qismi kesib o'tilgan mol bo'lsa, qurbonlikqa yaramaydi. Chunki chorva mollar alabni yeganda tili bilan tartib o'rib yeydi. Natijada narsa yeyishiga ta'sir yetadi. Burni kesib o'tilgan mol ba'zi olimlarning nazarida qurbonlikqa yaramaydi. Quyruqi va yilnidagi ayib nuqsonlar. Quyruqi yoki yilni kesib o'tilgan mol agar 3dan 1dan ortiq qismi kesib o'tilgan bo'lsa, qurbonlikqa yaramaydi. Agar tug'ilishda quyruqsiz yoki yilinsiz tug'ilgan bo'lsa, qurbonlikqa yaraydi. Picho'tilgan mol. Picho'tilgan mol qurbonlikqa yaraydi. Buningda 2 tashqi kesib o'tilgan yoki sug'urib elib o'tilgan bo'lsin yoki ezib o'tilgan bo'lsin o'xshash. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam picho'tilgan 2 ala qo'chqarni qurbonlik qilgan. Picho'tish bilan mol samirib go'sht tatliq bo'ladi. Shunga molga foydali deb qaraladi. Zakari kesib o'tilgan molma qurbonlikqa yaraydi. Ammo pishib o'tilgan, zakarima kesib o'tilgan bo'lsa yaramaydi. Yana poq va nejis narsalarni yeydigan mol qurbonlikqa yaramaydi. Bir muddat pokiz yem bilan beqilib, andan qurbonlik qilsa bo'ladi. To'ga 40 kun, kali 20 kun, qo'y 10 kun sulab beqiladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam poq va nejis narsalarni yeydigan hayvonlarning go'shtini yeyishdan, sutini ichishdan to'sqan. Bo'g'oz molni qurbonlik qilsa bo'ladi. Ko'pchilik olimlar bo'g'oz molni qurbonlik qilsa bo'ladi deb qaraydi. Ular bo'g'ozliq sifatni qurbonlik moldagi ayib qatoridan sanamagan. Ba'zi Shafi'i mazhab olimlari homiylik go'shtni nachar qilib qo'ydi deb qarab,
bo'g'oz qo'yni qurbonlik qilsa bo'lmaydi degan. Yaxshisi bo'g'oz qo'yni qurbonlikqa tanlamaslik. Agar tanlagan qo'y bo'g'oz chiqib qolsa, uni qurbonlik qilaverish. Qursaqdagi qo'zisi tirik chiqsa bo'g'izlanadi. O'lik chiqsa, ko'pchilik olimlarning qarshida onasining bo'g'izlanishi bilan halol bo'ladi. Hanafiy mazhab qarshida qo'zisi o'lik chiqsa yeyilmaydi. Qurbonlik tanlab bo'lgandan keyin ayibnaq bo'lib qolishi. Ba'zi olimlar saq va sog'lom bir molni qurbonlik niyati bilan sotib olgandan keyin bo'g'izlab bo'lguncha ayiblik bo'lib qolsa qurbonlikqa yaraydi degan. Chunki u sotib olgan chaqda, niyat qilgan chaqda qurbonlikning salomat bo'lishiga diqqat qilgan. Sotib olgandan keyin ayiblik bo'lib qolishi odatda ko'p uchraydigan ahvol. Shunga qurbonlikqa bo'laveradi. Ammo yana ba'zilar bo'lmaydi degan. Agar molni bo'g'izlamoqchi bo'lganda jim turmaganlikdan pichoq tegib ketib zaxmlangan bo'lsa, yanala qurbonlikqa yaraydi. Ondan boshqa qurbonlik qilmoqchi bo'lgan kishi qurbonlik qilgan chaqda ashu molning egisi bo'lishi yoki egisi ruxsat qilgan bo'lishi kerak. Davomi bor. Sajiya Islom tadqiqot markazi.